Assalamu alaykum ekran oldidagi kompyuter vaskalari ham o'qirmanlar. United Coder ekranimizga xush keldinglar. Sizlarning xabaringiz bo'lgandek, United Coder shirkatimiz yumshoq detalning sifatini tekshirishni avtomatlashtirish engine tarbiyalash programmasini Yevropada yo'l qo'yg'ili 3 yil bo'ldi. Bizning bu programmaga Turkiya, Gollandiya, Belgiya, Angliya, Fransiya, Germaniya, Malayziya qatorliq davlatlardan qatnashgan Uyg'ur qarindoshlar nəhayət ko'p. Bugungi bu sin orqali men Gollandiyadagi yumshoq detalning sutini tekshirishni avtomatlashtirish engine bo'lgan xizmat uchurlarini so'zlamoqchi. Undaq bo'lsa, diqqatinglar ekranda bo'lsin. Biz odatda IT xizmatlarini izlaganda IT xizmatlarini tor orqali tepib, ondan shirkatlarga iltimos qilamiz. Gollandiyadagi qarindoshlar nl-checkit-indeed.com mushu torbatga chiqsanglar, Netherland, ya'ni Gollandiyadagi xizmat uchurlarini izlashga bo'ldi. Men ma torbatniki tilini İngilizceye o'zgartay. Hozir bu gollandcha til ekan. Buni inglizchaga o'zgartay. O'ng tarafini chekib Translate to English deb bassam, bu inglizcha o'zgaradi. Albatta buning uchun Google Chrome'ninki Translator pluginini qachilaymiz. Hozir buni ko'rib turibsizlar, aslidagi gollandcha til inglizchaga o'zgardi. Bu yoqda qanday xizmat, ondan qaysi rayon debdi. Men yoqdan test automation engineer deb izlay. Find jobs. Ko'rib turibsizlar, Gollandiyada 1300 dan ortiq xizmat o'rni bor ekan. Ya'ni page 1 of 1309 vacancies debdi. Maqtga savol belgisini ko'rib baqsak, bu mushu chiqqan san sifir bizning mushu test automation engineer degan xizmatga mos keldi debdi. Albatta, Gollandiyadagi nupusga solganda bu xizmatni yana bir qadar ko'p deymiz. Oldi bilan biz tuvandagi birinchi xizmat, ya'ni test automation engineer for finance Scrum team deganni ko'rib baqaylik. Bu xizmatning uchuriga qaraydigan bo'lsak, bu xizmatninki o'rni Rotterdamda ekan. Ondan bu xizmatninki biz biraqur tushuntirishni ko'rib baqaylik. Masalan, 2+ years of test automation engine experience debdi. 2 yillik xizmat tarixi debdi. Ondan BDD Jerkin debdi. Testing tools, API test debdi, SOAP UI, Spec Flow. Ondan you speak Dutch fluently debdi. Albatta bizniki tarbiyalashga qatnashgan qarindoshlardan o'zidagi turayotgan davlatdagi yerlik tilni pishiq bilishni, uningdan boshqa ingliz tilini bilishni talab qilamiz. Bizniki mushu xizmatlar bilan tarbiyalash programmasini so'zlab baqaylik. 2 yillik test experience degan bizniki umumiy tarbiyalashning vaqti 300 soatlik dars, 300 soatlik projekt. Jami 600 soat bo'lib, odatda kompyuter dars olganlar oliy maktabda 4 mavsum o'qisa yoki 6 mavsum o'qisa, bizning mushu programmaga tushliq narsani aran egallaydi. Shunlashqa bizning program bitigan o'quvchilarning 2 yildan 3 yilgacha xizmat tajribasi mushu program jarayonida yetilib bo'ladi. Ondan bizniki tarbiyalashda BDD Jerkin buni o'tamiz. Masalan, bizniki mushu programni ish baqaylik. Bizniki tarbiyalash programmamizda bizning tarbiyalash programmamizningki oxirgi qismida buni Java API framework dedik.
Jenkins dedik. Ondan BDD degan Java, Selenium, Cucumber framework, mana BDD framework bo'ladi. Demak, shundan ko'rishga bo'ladiki, bizningki shu tarbiyalash jarayoniga bog'liq mazmun shu xizmatlarga mos keladi. Tuvanda yana bir uchun kirib boqaylik, Test Automation Engineer 1 Business Software debdi. Buning o'rni Rotterdamda ekan, yillik maoshi 65.000 € ekan. Buningki biz talabni kirib boqaylik. Ma'ni ko'rib turibsizlar. Buningki asosliq talab, ya'ni function nima ekan deganda, asosligi test automation debdi, ya'ni automated testing debdi. Buningda C+ tool yoki protractor yoki SOAP/UI yoki test complete debdi. Biz albatta tarbiyalash mezgilida shu test complete'ga mos kelgan Jira test management systemini o'tamiz. Buningdan boshqa mana experience with test automation debdi. And then command of Dutch and English language debdi. Shuningdek sizlar o'zingizlar turayotgan davlatda ingliz tili ham Dutch tilini bilan bilsanglar, mushkul xizmatlarga iltimos qilsangiz bo'ldi. Tuvanda biz yana bir xizmatga boqaylik. Bu yoqda Test Automation Engineer Zvolle degan shirkatga ayga 5.000 € berdi ekan. Agar ayga 5.000 € bersa, albatta bir yilda 60.000 € degan gap. Biz bu xizmatninki talabini kirib boqaylik. Bu xizmatninki talabi bu yoqda xizmat experience'ga uning bo'lgan talabni chiqarmabdi. Albatta sizlar test automation experience bo'lsa, shu xizmatlarga iltimos qilsangiz bo'ldi. Buningda Postman talab qildi ekan, biz Postmanni o'tamiz. Jenkins talab qildi ekan, Jenkinsni o'tamiz. GitHub'ni talab qildi ekan, biz Bitbucket'ni o'tamiz. Buningdan boshqa JavaScript'ni o'tamiz. WebDriver IO'ning o'rniga biz Selenium WebDriver o'tamiz. Albatta bizniki Selenium WebDriver'ni o'rganganlar Shaftki WebDriver IO, Appium, shu narsalarni nati tezla egallab keladi. Tuvanda yana bir xizmatni kirib boqaylik. Masalan, Intermediate Test Engineer debdi, o'rni Rotterdamda ekan. Bu xizmatlarni talabini kirib boqaylik. Bunu qaraydigan bo'lsak, buningga you have 3+ years of working experience debdi. Ya'ni 3 yillik xizmat tarixi bo'lish kerak debdi. Albatta bizlar degandek, bizning tarbiyalash jarayonida bolalar nurg'ulagan amaliy bo'lgan projekt ishlaydi, o'qish tugagandan keyin yana 2 oy muntazam projekt ishlaydi, jami bolalarniki ishlagan 600 soatlik projekt 3 yillik xizmat tarixiga asosan to'g'ri keladi. And then have experience with manual automation testing debdi. Biz o'quvchi bolalarga manual testing and automation testing o'qitamiz. And then understand code and know how to work with debdi. Manda C#, PHP, JavaScript debdi. Biz albatta o'quvchilarga Java programini 4 oy o'qitamiz. Java programini bilgan o'quvchilar C#ni nati tezla o'rganib kelaydi. Have experience with Jira debdi. Biz Jira, Confluence, Bitbucket Muşun hamısını ötümüz. Mesela bizniki tarbiyalash programını qaraydigan bo'lsak, bizniki tarbiyalash programımızniki şu manual testing qismida qarasanglar, biz buna Jira test management systemini ötümüz. Uningdan boshqa biz Jira test management systemdan boshqa biz Confluence ötümüz. Ticket creation using Jira and Confluence. Uningdan boshqa bizniki CI/CD prosesda biz albatta Bitbucket o'tamiz. Masalan, mishag'i qaraydigan bo'lsak, bizningki tarbiyalash programımızniki shu CI/CD qismida Bitbucketni biroq so'zlaymiz. Mana CI/CD process run test on Jenkins. Uningdan boshqa bizniki mana Git repository Bitbucket. Demak, shu xil xizmatlarga iltimos qilganda bizning o'qish bolalarniki iqtidori tamoman yetadi. Onundan başqa different testing method debdi, good communication skills debdi. Albatta bizim o'quvchilar shu programma qatnash jarayonida nurg'un qatim sinfda oral presentation, ya'ni sinfda o'ziniki
savoliga javob berdi. Ondan bolalar shu programma jarayonida o'ziniki savolga javob berish, boshqalar aloqalashish, bir teamda qanday ishlash degandek iqtidorni yetildirdi. Ondan speak English fluently debdi. Demak, nurg'unlagan xizmatlarga Gollandiya bo'lsin, Turkiya bo'lsin, dunyoning har qanday yeri bo'lsin, IT xizmatni qilaman degan qarindoshlarga ingliz intayin muhim. Shunlashqa men bizning Uyg'ur qarindoshlarga burilib deyman. Bizning Yevropa programmaga qatnashish uchun qarindoshlar inglizcha saviyada bo'lish kerak. Albatta inglizcha mushkil xizmatningki talabiga bo'lgan shu ehtiyojini chiqa oladigan saviyada bo'lish kerak. Agar inglizcha saviyangiz tuvan bo'lib qolsa, bizning tarbiyalash jarayonida shu inglizcha saviyani yaxshilaydigan darslarga qatnashib, darsni inglizcha anglab, o'zinglarningki saviyalaringizni oshirishingiz kerak. Undan boshqa xizmatlarni ko'rib olsak bo'ladi. Tuvanda qaraydigan bo'lsak, mutlaq ko'p qism xizmatlarga 65 mingdan shu 85 ming atrofda maaş verirken shu Gollandiya taraflarda. Shuningdek, Gollandiya tarafdagi qarindoshlar agar shu test automation o'rgansanglar, keyingi kelajli xizmat topishga yoki o'zingizning hozirgi kasbini IT kasbiga o'zgartirishga asos olasizlar. Shunday qilib, bugungi men sin orqali Gollandiyadagi software test automation engineering'niki xizmat ahvolini bir aqor tushundim. Kelarki qatimliq sinda Turkiya va boshqa davlatlarniki xizmat ahvolini tunishtiraman.